taxminan 20 yil, 25 yil burungi voqeani aytmoqchiman. Shunday bir yosh imomman, janozaga taklif qilindim, janozaga bordik. Bir yoshlari ulug' bo'lgan bir mo'ysafid otaxon janozani birinchi safida kursida o'tiribdilar. Janoza ayni o'sha otaxonimizni, hoji bobomizning jufti halollari, ayollari, ahliyalari bo'lgan hoji onamizning janozasi ekan. Men yoshman, yosh imomman, janozada turibman-u, janozada hammaga nigohim turib, ammo lekin birgina mana shu kursida o'tirib, o'zining kampirini janozasida turgan otaxonni ko'zidan oqayotgan yoshlar soqolini uyitib, hul qilib yuborganini ko'rib, yuragim ezildi. Shu qadar ezilib yig'lar ediki, bir umrlik jufti halolidan ayrilishlik og'ir musibatligini shunda ko'rdim. Hatto janozani o'qib, onaxonni tobutlarini odamlar ko'tarib chiqib ketguncha qarab turdim-da, qarab yuzlariga ajin aralagan, butun vujudini, ko'ksini oppoq soqoli qoplab turgan va ko'zlaridan muhabbat yoshi oqib, soqolini uyitib yuborgan bu otaxonni oldiga bordim. Hoji dada, Alloh sizga sabr bersin. Bilaman, 50 yil, 60 yil yashagan jufti haloldan ayrilishlik og'ir musibatdir. Lekin Alloh sizga sabr bersin. Allohning irodasi, sabrli bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Mana navaralar, chevaralar, ularning haqqiga duo qilib, ularning ustida duogo'y bo'lib turing deb o'zimcha tasalli berdim. Otaxon hech narsa gapirmadi-da, qo'llari bilan ishora qilib meni bir oz kutib turishimni ishora qildilar. Hamma chiqib ketgandan keyin qo'limni ushlab bir chekkaga tortdi-da, "Bolam" dedilar. "Men mana shu kampirim bilan 50 yildan ortiq turmush qurdim" dedilar. Biz ayolim bilan kampirim bilan nikohdan keyin bir-birimizni taniganmiz. Bizi oramizdagi muhabbat o'sha nikohdan keyin paydo bo'lgan. Sizlar tasavvur ham qila olmaydigan bir muhabbat paydo bo'lgan dedi otaxon. Shunday hayot kechirdik, nechta bola ko'rdik, qancha qiyinchiliklarni yelkama-yelka ko'rdik. Oxir oqibat bolam deyapti haliga otaxon. Mana oyog'imga bir Alloh dard berdi, bot kasalini berdi. Shunday bir kasalim borki, agar oyog'imni uqalamasa men uxlay olmayman. Necha yil bo'ldi eslay olmayman bu kasal menga yo'liqqaniga deydi. Mana shuncha yildan beri bugun siz janozasini o'qib, meni ko'zimni yoshini oqizib, soqolimni uyutishga sababchi bo'lgan shu onaxoningiz necha yillar bo'ldiki, biror marta biror boshqa xonadonga borib yotib qolgan emas. Chunki men yotib qolsam, cholimning oyog'ini kim uqalaydi? Oyog'ini uqalamasam uxlay olmaydi deb meni oldimga qaytib kelardilar. Oyog'imni uqalaydi, men uxlayman. Oyog'imni uqalamasa uxlay olmayman deydi otaxon. Kuni kecha mana shu dardim bilan turgan bir paytda qarangki kampirimni deydi qon bosimi ortib ketdi. Tez yordam chaqirdik deydi otaxon. Tez yordam kelib kampirimga dori darmon qildi, qimirlamasdan yotishni aytdi. Kampirim yotdilar. Men esa uni uxlatib qo'yib o'zim bir chekada qo'lim bilan oyog'imni silab o'tirgan edim. Kampirim bir payt o'rmalab kelib oyog'imni uqalay boshladi. "Ey kampir, nima qilyapsan? Qo'ygin, bunday qilmagin" dedim. Chunki hozirgina seni o'zingga muolaja qildi, turishing mumkin emas, yotgin deyishimga qaramasdan kampirim oyog'imni uqalay boshladi. Tarki odat qilmaylik, men yaxshiman otasi, uxlang. Oyog'ingiz uxlamasa uxlay olmaysiz-ku. Men bu savobdan bebahra bo'lmay qo'ying dedilar. Menga gapimga quloq solmay o'zim yaxshi his qilyapman deb oyog'imni ezib uqaladilar. Men esa doimdek rohatlanib uxlab qolibman. Yarim tunda ko'zimni ochsam, kampirim shundoq boshini oyog'imga qo'yib uxlab qopti. Men kampir oyog'imni uqalab kasal, o'zi bemor, charchab shu yerda uxlabdi deb, "Ey onasi, nega bu yerda uxlab qolding?" deb mundoq qarasam, shu turgan joyda boshini oyog'imga qo'ygan holatida jon beribdi deb otaxon yig'lab yubordilar. Eshitar ekanman, mana ham ko'zimdan yosh keldi. Axir siz bilan biz qadimdan maqtagan muhabbat shu emasmi? Qani aytingchi, qaysi millatda bu muhabbatni topa olasiz? Qaysi kitoblarda, qaysi dostonlarda bizni soddagina, oddiygina bitta o'zbek oilasidagi mana shu chol va kampir orasidagi muhabbatni topa olasiz? Oxirgi nafasiga qadar muhabbat qilgan turmush o'rtog'i uchun ayollik vazifasini sidqidildan, sadoqat bilan bajarib, oxirgi nafasiga qadar o'zining muhabbat qo'ygan umr yo'ldoshining oyog'iga boshini qo'yib jon berishlik muhabbat emasmi? Yana qanday muhabbat kerak? Bizda muhabbat bormi? Yoshlarimiz so'rayapti, kattalarda muhabbatga qarshilik bor. Muhabbat qiling, mana shunday muhabbat qiling.
jufti haloldan ayrilgan bu otaxon shuning uchun ko'zlaridan yosh oqib turgan ekan. Menga iltimos qildilarki, bolam, kampirim uchun o'zingiz bir xatmi Qur'on yetkazib bersangiz va haqqiga duo qilsangiz deb yig'ladilar. Agar adashmasam, oradan 15 yo 20 kun o'tar o'tmas men ushbu xonadonga yana keldim. Endi bu safar kampirini muhabbatini sadoqat ila hikoya qilib bergan hoji otani janozasini o'qigani keldim. Beixtiyor janozada turar ekanman. Hoji ota menga omonat qilib bergan, aytib bergan ushbu voqeani hammaga aytib berdim. Odamlarning ko'ziga beixtiyor yosh keldi. Men bugun nima uchun buni eslayapman? Hozirgi kunda oila buzilish, er va xotin orasidagi muhabbat va sadoqatni kamayib ketganligi uchun xafa bo'lib aytyapmizki, azizlar, biz oilada er va xotin bir-birlariga sadoqat va muhabbatini oxirgi nafasigacha saqlashga o'rgangan, oxirgi nafasiga qadar izhor qilishlikka o'rgangan xalqmiz. Alloh oilalarimizni bir-birlariga muhabbat va sadoqatli qilsin.